Men Hasanov Shahboz Shavkatovich, Buxoro viloyati Vobkent tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi rahbariman. Mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka jalb qilish, daromadlarini oshirish bo'yicha yangi yondashuvlarni keng joriy qilish, mamlakatda mahallalarimizda ehtiyojmand aholi qatlamlari bilan manzilli ishlashni tashkil etish va ijtimoiy xizmatlar ko'lamini kengaytirish, mavjud resurslar, imtiyozlar va samaradorlikni oshirish orqali yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratish va kambag'allikni qisqartirish borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 17-yanvardagi 2025-yilda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 12-sonli qarorlari qabul qilingan. Shuningdek, mazkur qaror asosida tumanda aholi bandligi va daromadlarni oshirishga har tomonlama ko'maklashish, ishsizlar, ayniqsa yoshlar hamda xotin-qizlar, mehnat bozoriga ilk bor kirib kelayotgan bitiruvchilar bandligini ta'minlash va kambag'allikdan chiqarish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan. Shunga asosan Xalq deputatlari kengashining 2025-yil 11-fevraldagi Vobkent tumanida 2025-yilda aholini bandligini ta'minlash va kambag'allikdan chiqarish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Jumladan, tumanda aholi bandligini ta'minlash, ularni daromadlarini oshirish, ishsizlik, kambag'allikni qisqartirish bir qator ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Jumladan, investitsiya yo'nalishida ishga tushirish hisobiga 1190 ta, tadbirkorlikni rivojlantirish hisobiga jami 11935 ta, qishloq xo'jalik sohasida 5040 ta, qurilish sohasida 532 nafar ish o'rinlarini yaratilishi bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar belgilab tasdiqlab olindi. 2025-yil yanvar-dekabr oylarida 18747 nafar tuman aholisini bandligini ta'minlash belgilangan bo'lib, amalda 19218 nafar yoki 103% ga ishsiz fuqarolarning bandligi ta'minlandi. Jumladan, birinchi yo'nalish bo'yicha investitsiya yo'nalishi bo'yicha rejaga ko'rsatilgan 1190 nafar belgilangan bo'lib, amalda 1221 nafar. Xizmat ko'rsatish sohasida 11930 nafar belgilangan bo'lib, amalda 12364 nafar bajarildi. Uchinchi yo'nalishimiz qishloq va suv o'rmon xo'jaligida belgilangan reja 5040 nafar belgilangan bo'lib, amalda 5047 nafar. Qurilish, transport va kommunal sohasida belgilangan 582 nafar belgilangan rejadan 586 nafarini doimiy ish bilan ta'minladik. Joriy yilning hisobot davrida tumanda jami 20 ta mehnat yarmarkasi tashkil etilib, bunda 121 nafar korxona va tashkilotlar ishtirokchi ta'minlandi. Ushbu yarmarkada 904 nafar ishsiz aholi jalb etilib, shulardan 895 nafari doimiy ishga joylashtirildi hamda 114 nafari kasbga o'qitish va qayta o'qitish maqsadli kurslarga yo'naltirildi. Joriy yilning hisobot davrida tuman bo'yicha 1568 nafar kambag'al oila mavjud bo'lib, ularda yashovchi aholining 6192 nafarini tashkil qilgan. Shu kambag'al xonadonlarda tumanda kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentyabrdagi PK 330-sonli qaroriga muvofiq kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish, mahallalarda kambag'al oilalarni aniqlash, ularni kambag'allik reyestriga kiritish, kambag'allikdan chiqarishga qaratilgan choralarni ko'rish, reyestrdan chiqarish jarayonida mahalla yetkaziligi tomonidan hamkorlikni tashkil qilingan. Bundan tashqari tumanda 1195 ta oilaga 5480 ta oila a'zosiga joriy yilning yanvar-dekabr oylarida ko'rsatilgan quyidagi xizmatlar amalga oshirilgan. Jumladan 842 nafar oila a'zolari ishga joylashtirildi. 434 nafar oila a'zolari imtiyozli bank kreditlari mablag'lari ajratildi. 17 nafar oila a'zolariga subsidiya ajratildi. 86 nafar oila a'zolari kasb, hunar va tadbirkorlik yo'nalishida o'qitildi. 982 nafar oila a'zolari tadbirkorlikka jalb qilindi. Tumanda 2025-yilda mahallada hokim yordamchisi tomonidan 1760 nafar mikroloyiha, hurmatli prezidentimizning Sayxunobod tajribalari mavjud. O'sha tajribaga asosan 1760 ta mikroloyihalar ishga tushirish hisobiga 3520 ta yangi ish o'rinlari yaratishi belgilandi. Jami
2025-yil yakuniga belgilangan rejaga nisbatan 1859 ta mikroloyiha yaratilib, 3776 ta ish o'rinlari yaratildi. Bu foiz hisobiga 105-6% tashkil qiladi. Tumanda 2025-yil davomida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida 3347 nafar jismoniy va yuridik shaxslarga jami 44,4 milliard so'mlik imtiyozli bank kreditlari mablag'lari ajratildi. Ushbu ajratilgan imtiyozli bank kreditlari hisobiga 3397 nafar fuqarolar bandligi ta'minlandi. Tumanda 2026-yilga 3044 nafar aholini daromadli mehnat bilan ta'minlash bo'yicha dastur ishlab chiqildi. Ushbu dastur davomida yo'nalish kechimidagi investitsiya loyihalarini ishga tushirish hisobiga 378 nafar, tadbirkorlikka rivojlantirish hisobiga 898 nafar, qishloq xo'jaligi sohasida 250 nafar, qurilish sohasida 84 nafar, bo'sh vakant ish o'rinlariga joylashtirish hisobiga 587 nafar hamda moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali 847 nafar ish o'rinlari yaratish bo'yicha o'zimizga maqsadli ko'rsatkichlarni belgilab olganmiz. 2026-yilda qizil toifadan tashqari 593 nafar oilaning 2512 nafar a'zolari barqaror bandlik yo'nalishlarida xizmatlar ko'rsatilib, kambag'allik reyestridan chiqarish choralarini ko'rish talab etiladi hamda kambag'allik darajasini 2026-yil yakuniga qadar 1% ga tushirishni o'zimizga belgilab oldik. 2026-yilda jami 666,6 milliard so'mlik kredit ajratish rejalashtirildi. Dasturlar doirasida hammasi taqsimot qilingan. Oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida 28,6 milliard, kichik biznes va uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi orqali 16,4 milliard, biznesga birinchi qadam dasturi doirasida 14,6 milliard so'mni tashkil etadi. 2026-yilda jami 1560 ta mikroloyihani ishga tushirish orqali 3120 ta yangi ish o'rini yaratishni belgilab oldik.